Jumashev O'lmasbekman. Jizzax viloyati Forish tumanidan keldim. 2018-yilda maktabni bitirganimda shu musiqani juda bir fanati edim. Uydagilarim Jizzaxga olib kelib qo'yishgan musiqa maktabga 10-sinfimdan. Jizzax shaharining o'ziga. O'sha yerda vokal o'qituvchisi ko'rib, "Yo'q, vokalga o'qigin, ovozing yaxshi bo'ladi hamma tomonlama. Yo'lingni topib ketasan" deb to'g'ri yo'lga boshqarganda, keyin intilib, harakat qilib konservatoriyaga keldim. Keyin bu yerga keldik. Ungacha ham ancha natijalar qildik. Harakat qilib kelyapmiz yana bundan buyog'iga. Opera san'ati bu hamma ham ijro qiladigan kasb emas deb o'ylayman. Chunki o'ziga yarasha murakkabligi, sabr va bardosh kerak buning uchun. O'ziga yarasha ovoz diapazoni, tembr, ovozni aql bilan ishlata olish kerak. Bu hamma ham aytib ketadigan kasb emas. Shuning uchun men bu kasbni tanladim va ko'proq qiziqib eshitib yuraman buni o'zim. Boshqalarga yoqadi, yoqmaydi, bu qiziqtirmaydi to'g'risi meni. Asosan asarlarni ajratmayman, lekin tenor ovozlarni asarlarni ko'proq eshitaman. Masalan, Bogema operasidan ko'proq eshitaman, Toska, Nessendorma ariyasini ko'proq eshitib turaman. Sanasam juda ham ko'p. Deyarli hammasini eshitaman. Meni ovozimga keladigan bo'lsak, hozirda liricheskiy bariton ovozida asarlarni ijro qilib kelyapman. Hozirgi ijro qilmoqchi bo'lgan ashulam ariyam ham lirik baritonlar uchun mo'ljallangan Ajinias operasidan Ajinias ariyasini tayyorlab kelganmiz. Oilada bu opera san'atiga qiziqadiganlar yo'q, lekin oilamizda bor. Estrada yulduzlarini, ashulalarni ijro qilib yuradiganlar, yo bo'lmasa musiqani tushunib eshitadiganlar, haqiqiy san'atni tushunadiganlar bor. Misol uchun, ayam ko'proq ijro qilib turadi. Xirgoyi qiladi. O'sha tomonlama o'tgan bo'lishi mumkin. Meni ko'proq birinchi o'rinda ota-onam eshitadi. Bundan keyin o'sha Jizzaxda ilk bor qadam qo'yganimda ustozlarim hozir natijani ko'rib, yanada qo'llab, quvvatlab turishadi. Figaroning uylanishi operasidan Figaro ariyasini yaxshi ko'raman. Ko'proq ijro qilaman. Maysaraning ishi operasidagi ariyalarni ijro qilaman. Hoji Darg'a rolini, Mulla Do'st rolini ijro qilaman. Ovozimga tushadigan barcha ariyalarni ijro qilishga harakat qilaman. Che bella cosa naiurnate sole, n'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pareggiana festa. Che bella cosa una giornata sole. Shu kabi. Bu neapolitancha ashula albatta. Konsert pop bo'lgani uchun shu neapolitancha ashulalarni ko'proq ijro qilish ma'qulroq deb o'ylayman. Avvalambor opera teatrida ishlashni orzu qilgan bo'lardim, katta-katta partiyalarni ijro qilishni. Shu orqali chet davlatlarga ham o'z tajriba orttirish uchun borib turishni oldimga maqsad qilib qo'yganman. Bu tanlovga qatnashishim ikkinchi marotaba qatnashishim meni. Chunki birinchi safarda xabarsiz qolib ketganman, kechikkanman. O'tgan yil qatnashdim, viloyatdan o'ta olmadim. Tumandan o'tib, viloyatda ikkinchi o'rin bo'lib qolganman. Bu safar o'tdim, hakamlarga yoqqandir meni ijroyim, nimadir yoqqan bo'lsa kerak. Men bugun respublika bosqichida hakamlarga o'z mahoratimni ko'rsatib berish uchun Aria Don Carlos ariyasini ijro qilib bermoqchiman. Bu asarga yodlashimga 10-15 kuncha ketgan bo'lsa, maromiga yetkazib aytish uchun kami 1,5 oy ketdi. Tayyorgarlik ko'rish uchun uni ovozga asar o'tirishi, har bitta notalarning yaxshi yangrab chiqishi, tepa va past notalarni. Bu asarni albatta konsert mesterimiz Jo'rnavozimiz bilan hamda ustozim bilan ishladik konservatoriyada. Bundan qolaversa o'zim ishladim o'z ustimda ko'proq. Bu tanlovning yutuqli tomoni siz qanchalik o'zingizdan kuchliroq insonlar bilan konkurs bo'lsin, boshqa nima bo'lsin, raqobatlashsangiz, shundagina o'sish bo'ladi. Agar o'sish bo'lmaydi o'zingizdan kuchliroqlar bilan kuch sinashmasangiz. Men shunday deb o'ylayman. Bundan tashqari
eshitmagan ariyalarimizni, repertuarlarimizni ko'rib, o'rganib ketishimizga bu katta saboq bo'ladi degan fikrdaman. Bu yerda o'zim bu yil sharoitlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Alohida viloyatdan kelayotganlarga menga o'xshab yotoqxona berishdi, mehmonxonalar. U yerda sharoitlar, hamma sharoitlar bor. Barcha xarajatlar mana shu Bo'zatov festivali tashkil qiluvchilar tomonidan mablag' ajratilgan bu. Hattoki viloyatdan kelayotgan ishtirokchilarning kelib ketish yo'l kiralarini ham biletlar orqali to'lab berilishlarini ko'rib men xursand bo'ldim haqiqatda bu konkursdan. Minnatdorman juda ham. Yoshlar ishlar agentligiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Opera san'atini shunchalik e'tibor qilib shunaqa festivallar, konkurslar tashkil qilgan ekan. Biz yoshlar o'z iste'dodimizni ko'rsatishga bundan buyog'iga harakat qilamiz. Xursandman juda ham. Opera san'ati albatta rivojlanyapti. Chet el bilan hozirgi kunda opera teatrimiz juda ham hamkorliklar qo'yib, katta-katta konsert va spektakllarga imzolar qo'yishib, direktor bilan bog'langan holda bo'lyapti. Juda ham gastrollar juda ham ko'paydi oldingiga nisbatan deb o'ylayman. Bir paytlar orzu bo'lgan bu raqobatdoshlarim bilan. Hozir 23-30 yosh oralida qatnashayotgan bo'lsam, o'zimdan kattalar bilan bir qatorda kuch sinashaman deb o'ylamaganman ilgari. Mana bu orzularim, maqsadlarim ro'yobga chiqyapti deb o'ylayman. Katta sahnalarga ham bundan buyog'iga yana harakat qilamiz albatta. Opera san'atdagi maqsadim haqida gapiradigan bo'lsam, o'sha operaning vatani Italiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha italyan operachilaridagi kuylay olib bilish, ertaga mendan kimdir o'quvchi bo'lsin, kimdir saboq oladigan bo'lsin, o'sha kishiga bir yaxshi narsa o'rgata olish, yaxshi narsa qoldira olishni maqsad qilib qo'yganman.